Platon miloddan avvalgi 428-347 yillar qadimgi Yunon faylasufi. Aflotun Afina shahrida tug'ilib o'sdi. Uning asl ismi Aristokl bo'lgan. Platon uning laqabi bo'lib, yunoncha keng yelkali bo'lali degan ma'noni anglatadi. Bu laqabni unga Suqrot bergan. Aflotunning oilasi badavlat bo'lmasa-da, aslzodalar nasabidan edi. Otasi Ariston Afinaning oxirgi shohi Kodir avlodiga mansub bo'lgan. Aflotun aslzoda afinaliklarga xos bo'lgan riyoziyot, musiqa, grammatika va gimnastikadan ta'lim olgan. Geraklit, Parmenid, Zenon falsafasi bilan tanishgan. Miloddan avvalgi 407-yilda Suqrot bilan uchrashgan. Suqrotning o'limigacha uning eng yaqin shogirdlari qatorida bo'lgan. Ko'p vaqtini she'riyatga bag'ishlagan. Manbalarga ko'ra, u qator dostonlar, lirik asarlar, fojia va komediyalarning muallifi bo'lgan. Uning 25 ga yaqin she'riy usulda bitilgan miniatyura epigrammalari bizgacha yetib kelgan. Bundan tashqari uning 23 ta asl nusxadagi va 11 ta uning qalamiga mansub deya taxmin qilinadigan suhbati, Suqrot madhi deb nomlangan nutqi, shuningdek 13 ta maktubi ma'lum. Aflotunning suhbatlari quyidagilardan iborat: Protagor, Fedon, Parmenid, Teetit, Timey, Kriti, Lahed, Menon, davlat, siyosatdon, qonunlar, Fedr, Filip va boshqalar. Aflotunning Atlantida to'g'risidagi hikoyasi keyingi madaniyatlarning halovatini buzib, avlodlarning ichiga g'ulg'ula soldi. Uning yozishicha, 12 ming yil oldin Gibraltar yaqinida sirli qit'a mavjud bo'lib, bir kecha kunduz ichida dengiz qa'riga cho'kib ketgan. Aflotun halokatning aniq o'rnini ko'rsatmagan, ammo faylasufning obro'yi va shu qadar baland ediki, darhol g'oyib bo'lgan atlantlar mamlakatini izlashga kirishildilar. Uning hozir ham izlashmoqda. Hikmatlaridan: botiniylikdan zohiriylikka o'tishga olib keluvchi hamma narsa ijoddir. Keyingisi: Aflotun o'limidan oldin tushida oqqushga aylanib, daraxtdan daraxtga uchib yurganini, qush ovlovchilar esa uni tutolmay sarson ekanliklarini ko'radi. Suqrotning shogirdi bo'lmish Simmi bu tushning ta'birlab, qush ovlovchilar o'tmishdagi daholarning fikrlarini sharhlovchi kimsalar ekanini, Aflotunning bir yo'la ham tabiiy, ham axloqiy, ham ilohiy sifatlarni jam etgan fikrlarini izohlashga ularning qurbi yetmasliklarini aytadi.